1,5 ming dollar, 700 dollar. Namuncha qimmat deyishinglar mumkin. Do'konda benzapila 700 ming so'mga benzapila bor, lekin 700 dollarlik variantini sizlar ko'ryapsizlar. Shvetsiya brendi, original 400 yillik brend hisoblanadi. Mana uchun bundan qari brend bo'lmasa kerak. Buni sizlar bilan qisqacha ko'rib chiqamiz. Qaranglar, shuni ochamiz, filtr made in Sweden. Bu apparat Shvetsiyada zborka bo'ladi. Shuni ochib ko'rsanglar, Valbro turibdi, karburator. Bu Valbro karburatorlari mirovoy dunyoda birinchi o'rinda turadigan brend hisoblanadi. Karburator ishlab chiqarish bo'yicha. O'sha karburator bu apparatimizni ichida turibdi. Qaranglar, qanaqa oson, qanaqa tez bajarsanglar bo'ladi. Endi buni yoqilishiga e'tibor beringlar. Ovozni o'zi alohida tema. Eshityapsizmi, to'g'rimi? Xitoydan bunaqa narsani ko'rishinglar amri mahol. Tepasida prujina bor, tagida prujina bor. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Qo'lingizga ortiqcha yuklamani berib yormaydi. Ya'ni antivibratsion funksiya hisoblanadi. Blokirovka funksiya bor, blokirovkani yechish funksiyasi ham bor. Shinaga e'tibor beringlar, o'zini original Husqvarna shinasi, sep ham original o'ziniki. Idealniy professional ishlatiladigan benzapila hisoblanadi. Bunga bundan uzunroq, ya'ni 72 santimetrli polotno qo'yib ham katta daraxtlarni tagidan chopsanglar bo'ladi, bemalol. Endi bu apparat bilan nima vazifalar qilsa bo'ladi? 200-300 dollarga ham bilasizlar, hozir benzin berishchilik ko'payib qoldi, elektrический rechchilik ham bor, bizning do'konda ham bor, lekin bu haqiqiy, mana tepa tarafidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Made in Sweden, original Shvetsiyani o'zida ishlab chiqariladigan mana shu rechchilar. Bu bo'lmami? Ovozi qanaqa? Nima uchun 1,5 ming dollar turishini o'zi ovozdan ham sezgan bo'lsangiz kerak. Xitoylardan bunaqa ovozni kutmaysizlar ham. Bunaqa soatdagi hech qaysi biri ishlaganini ko'rmaganman. Bu maqtash emas. Bemalol o'zingizga agar qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, o'qib chiqsanglar bo'ladi. Husqvarna brendi eng qari va eng tajribali brendlardan hisoblanadi. O'sha uchun ham ular narxi qimmatroq yuradi.